Amir avtosavdoda Nexia 2 ni ideal holatdagilardan qidirib yurgan okalarimiz uchun 2016-yil 6600 km masofani bosib o'tgan, 2014 ga 15 16600 km masofani bosib o'tgan. Kraskalar absolutni top toza okalar. Eurosonus Lux Cansinelli varianti ko'rishingiz mumkin. 2016. Xo'p, bu Texpasport 14, kuzov 15 ekan okalar. Kraskalar absolutni top toza. Ikkitasi ham okalar ideal holatda. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Tarpeda apshikalar matviy holatda turibdi. Sizning holatlar ham urinib ketmagan okalar. Benzin holatda, hali gaz o'rnamagan. Okalar narxi ham shikolat narx bo'ldi. Sizlar bu mashinani olib maza qilib minishingiz uchun. Kraskalari ham absolutni top toza. Даже kuzovlarda ham qirilgan, ishlangan joylar ham yo'q. Bu mashinalarni sizlar olib maza qilib minishingiz uchun 2016-yil $9200, 2014 ga 15 $8700 baholandi. Bu videoni Nexia 2 ishqibozlarga albatta jo'natib qo'yasizlar okalar.